To'rtko'l tumani Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Bo'danli Armon fermer xo'jaligida qishloq xo'jaligi mavsumiy ishlarini samarali tashkil etish, 2026-yil hosil uchun g'alla yetishtirishga tayyorgarlik ko'rish hamda yerlar unumdorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tuman hokimi Ilhomboy Xudoybergenov, qishloq xo'jaligi vaziri, qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi tuman tashkilotlari rahbarlari, agronom mutaxassislar va fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etdi. Tadbir davomida g'alla ekilgan maydonlarda olib borilishi lozim bo'lgan parvarishlash ishlari, mahalliy o'g'itlardan samarali foydalanish, kuzgi shudgorlash jarayonlarini sifatli tashkil etish bo'yicha mutaxassislar tomonidan amaliy ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, seminarda yer maydonlarida lazerli tekislash texnologiyasidan foydalanish, yerga yer qo'shish orqali tuproqning unumdor qatlamini kuchaytirish, to'qsonbosdi ekinlarini ekish va ularning agrotexnik talablari, dala chetlariga ko'chat ekishning ekologik va iqtisodiy ahamiyati, mavsumiy ishlarda zamonaviy texnika va innovatsion usullardan foydalanish yo'nalishlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Mutaxassislarning qayd etishicha, mazkur agrotexnik tadbirlar tuproq unumdorligini barqaror saqlash, hosildorlikni oshirish hamda kelgusi yil hosilini kafolatlashda muhim o'rin tutadi. Seminar davomida bog'larda qator oralari bo'sh maydonlarini unumli ishlatish masalasi ham batafsil muhokama qilindi. Mazkur seminar qishloq xo'jaligi tarmog'ida ilg'or tajribalarni ommalashtirish, fermerlarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, kelgusi mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rishga xizmat qiladi.